Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun juda muhim, har bir nafaqaxo'rga bevosita tegishli bo'lgan bir masalani muhokama qilamiz. Agar siz nafaqaxo'r bo'lsangiz yoki oilangizda nafaqaxo'rlar bo'lsa, bu ma'lumot siz uchun hayotiy ahamiyatga ega. Chunki ko'pchilik bilmagan bir qoida sababli yaqin kunlarda jiddiy muammolarga duch kelish mumkin. Davlat sizga o'zgarishlar haqida xabar berish uchun 10 kun muddat berdi. Bu muddat ichida ba'zi ma'lumotlarni o'z vaqtida taqdim etmasangiz, nafaqangizni yo'qotishingiz, hatto ortiqcha to'langan pullarni qaytarishga majbur bo'lishingiz mumkin. Shuning uchun iltimos diqqat bilan tinglang. Videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zidayoq kanalimizga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang. Chunki bu ma'lumot boshqalarga ham yetib borishiga yordam beradi. Core of the problem. Old and new rules nafaqaxo'rlar uchun o'z hayotidagi ba'zi o'zgarishlar haqida pensiya jamg'armasiga ma'lumot berish majburiyati doim mavjud bo'lgan. Bu qoida nafaqalarni to'g'ri hisoblash va adolatli taqsimlashni ta'minlashga qaratilgan edi. Ammo so'nggi paytlarda bu qoidalar yanada kuchaytirildi. Muddatlar qat'iylashtirildi va ma'lumotlarni aniqlash mexanizmlari takomillashtirildi. Ilgari, masalan, ishga kirganingizda yoki yashash joyingiz o'zgarganda bu ma'lumotni pensiya jamg'armasiga yetkazish uchun biroz ko'proq vaqtingiz bo'lardi. Yoki ba'zi holatlarda bu ma'lumotlar boshqa davlat idoralari orqali o'z-o'zidan yangilanardi va pensiya jamg'armasiga yetib borardi. Bu esa nafaqaxo'rlarga biroz erkinlik berar, ularning yelkalaridagi yukni yengillashtirar edi. Ammo hozirgi kunda raqamlashtirish jarayonlari faol rivojlanayotgan bir paytda davlat xizmatlari va pensiya jamg'armasi o'rtasida ma'lumot almashinuvi tezlashgan bo'lsa-da, ba'zi o'zgarishlar haqida nafaqaxo'rning shaxsan o'zi xabar berishi shart qilib qo'yildi. Eng asosiysi shundaki, pensiya jamg'armasi endilikda ba'zi muhim hodisalarni aniqlagan zahoti yoki fuqaroning o'zida shunday holat yuzaga kelgan zahoti bu haqda 10 ish kuni ichida xabar berishni qat'iy talab qilmoqda. Bu muddatning qisqaligi va qat'iyligi ko'plab nafaqaxo'rlar uchun yangilik bo'lishi mumkin. Bu qoida bir tomondan nafaqaxo'rlarga ortiqcha to'lovlarni oldini olish va davlat byudjetining samarali ishlatilishini ta'minlash maqsadida joriy etilgan bo'lsa, ikkinchi tomondan fuqarolarimizning o'z vaqtida xabardor bo'lmasliklari tufayli noxush vaziyatlarga tushib qolishlariga sabab bo'lmoqda. Shuning uchun bu 10 kunlik muddatga jiddiy e'tibor qaratish har bir nafaqaxo'rning manfaatiga xizmat qiladi. Main part in. What you need to know killing. Endi qaysi holatlarda va kimlar aynan mana shu 10 kunlik muddat ichida pensiya jamg'armasiga xabar berish kerakligini batafsil ko'rib chiqamiz. Bu sizning nafaqangizni saqlab qolish va kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolardan qochish uchun juda muhimdir. Birinchi va eng keng tarqalgan holat ishga joylashish yoki ishdan bo'shash. Agar siz nafaqaxo'r bo'la turib biron bir ishga joylashsangiz, bu haqda pensiya jamg'armasiga 10 ish kuni ichida xabar berishingiz shart. Nega? Chunki ishlaydigan nafaqaxo'rlarga nafaqa hisoblash tartibi ishlamaydiganlarnikidan farq qilishi mumkin. Ba'zi nafaqa turlari, masalan, yoshga doir nafaqa yoki nogironlik nafaqasi ishga joylashish bilan bog'liq holda qayta ko'rib chiqilishi yoki uning miqdori o'zgarishi mumkin. Davlat sizga ortiqcha nafaqa to'lashni istamaydi va bu noto'g'ri to'lovlarning oldini olish uchun sizdan ma'lumot kutadi. Misol tasavvur qiling, 65 yoshli Omon amaki 2 yil oldin keksalik nafaqasiga chiqqan edi. Uning nafaqasi 1 million 500 ming so'mni tashkil etardi. Yaqinda unga kichik bir korxonada ko'rchi bo'lib ishlash taklifi tushdi va u oyiga aksar ming so'm maosh bilan ishga joylashdi. Uning farzandlari otajon, pensiya jamg'armasi o'zi bilib oladi deb aytishdi. Agar Omon amaki bu haqda 10 kun ichida pensiya jamg'armasiga xabar bermasa, uning nafaqasi noto'g'ri hisoblanishda davom etishi mumkin. 3 oydan keyin pensiya jamg'armasi Omon amakining ishga kirganini aniqlab, unga ortiqcha to'langan nafaqa miqdorini qaytarishni talab qilishi mumkin. Bu esa masalan, jam 1 million 500 ming so'm ortiqcha to'lov, ustiga jarima va qarzni undirishga doir sud jarayonlari kabi noxush oqibatlarga olib kelishi mumkin. Bu nafaqat moliyaviy muammo, balki ruhiy tushkunlik va vaqt yo'qotishga ham sabab bo'ladi. Agar nafaqaxo'r ishdan bo'shasa va uning nafaqasi ishlayotganligi sababli kamaytirilgan bo'lsa, u bu haqda ham 10 kun ichida xabar berishi kerak. Shunda uning nafaqasi to'liq miqdorda qayta hisoblab chiqiladi. Ikkinchi holat. Yashash joyining o'zgarishi. Agar siz doimiy yashash joyingizni o'zgartirsangiz
Masalan, bir viloyatdan ikkinchisiga ko'chsangiz yoki shahar ichida boshqa tumanga ro'yxatdan o'tsangiz, bu haqda ham pensiya jamg'armasiga ma'lum qilishingiz shart. Nima uchun? Pensiya to'lovlari ko'pincha mahalliy pensiya jamg'armasi filiallari tomonidan amalga oshiriladi. Sizning shaxsiy ishingiz yangi manzilingiz bo'yicha tegishli bo'limga o'tkazilishi kerak. Bundan tashqari, ba'zi ijtimoiy imtiyozlar yoki qo'shimcha to'lovlar mintaqaviy xususiyatlarga ega bo'lishi mumkin. Misol, Gulnora opa Toshkentdan Samarqandga o'g'lining yoniga ko'chib o'tdi. U yangi joyda ro'yxatdan o'tdi, ammo yangi manzilini pensiya jamg'armasiga xabar berishni unutdi. Agar u men kun ichida bu haqda ma'lum qilmasa, uning Toshkentdagi pensiya jamg'armasi bo'limi uning yangi manzili haqida bilmaydi. Bu esa nafaqani o'z vaqtida olishda kechikishlarga, ba'zida esa umuman to'xtatib qo'yilishiga sabab bo'lishi mumkin. Nafaqa puli eski manzili bo'yicha yuborilishi yoki umuman bloklanishi mumkin. Keyinchalik bu muammoni hal qilish uchun ko'p vaqt va hujjatbozlik talab qilinishi mumkin. Bu esa keksa yoshli inson uchun juda og'ir bo'ladi. Nafaqaxo'rning sog'lig'i hamda ruhiy holatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. 3-holat, oila a'zolarining o'zgarishi, ayniqsa boquvchisini yo'qotganlik nafaqasi oluvchilar uchun. Agar siz boquvchisini yo'qotganlik nafaqasi olayotgan bo'lsangiz va siz qaramog'ingizda bo'lgan bolalar voyaga yetgan bo'lsa, turmushga chiqsa, uylansa, ishga joylashsa yoki o'qishini tamomlagan bo'lsa, bu haqda zudlik bilan xabar berishingiz kerak. Nega? Chunki bu holatlar nafaqa olish huquqining asosini o'zgartiradi yoki butunlay yo'q qiladi. Boquvchisini yo'qotganlik nafaqasi ma'lum bir shartlar, masalan, voyaga yetmaganlik, kunduzgi ta'lim shaklida o'qish yoki nogironlik kabi holatlarda to'lanadi. Misol, Dildora xola marhum turmush o'rtog'ining o'limidan so'ng 2 voyaga yetmagan farzandi uchun boquvchisini yo'qotganlik nafaqasi olardi. Uning katta o'g'li shu yil 11 yoshga to'ldi va kollejga o'qishga kirmadi, balki qurilishda ishga joylashdi. Agar Dildora xola o'g'lim ishga kirganini 10 kun ichida pensiya jamg'armasiga bildirmasa, nafaqa avvalgi miqdorda, ya'ni ikkala bola uchun to'lanishda davom etadi. Keyinchalik bu ortiqcha to'langan summa pensiya jamg'armasi tomonidan undiriladi. Bu esa oilaviy byudjetga jiddiy zarba berishi mumkin. Chunki pensiya jamg'armasi ortiqcha to'langan pullarni bir necha oylik nafaqadan ushlab qolish huquqiga ega. Kim xavotirlanishi kerak va kim xavotirlanishi shart emas. Agar sizning hayotingizda nafaqangizga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan har qanday o'zgarishlar yuz bergan bo'lsa, siz xavotirlanishingiz kerak. Ya'ni yuqorida sanab o'tilgan holatlardan birortasi sizga tegishli bo'lsa yoki hatto shu ro'yxatga kiritilmagan bo'lsa-da, sizning nafaqa olish huquqingizga yoki miqdoriga ta'sir qilishi mumkin deb hisoblasangiz, pensiya jamg'armasiga murojaat qilishdan erinmang. Agarda sizning holatingiz barqaror va hech qanday o'zgarishsiz bo'lsa, xavotirlanishga hojat yo'q. Biroq har doim ogoh bo'lish muhim. Chunki ba'zida kutilmagan holatlar yuzaga kelishi mumkin. Har qanday shubhali vaziyatda mutaxassis bilan maslahatlashish eng to'g'ri yo'ldir. Main part 2. Exceptions, pitfalls and unobvious nuances endesa bu qoidaning ba'zi istisnolariga, yashirin xavflariga va noaniq jihatlariga to'xtalib o'tamiz. Bu ma'lumotlar ham xuddi asosiy qoidalar kabi muhimdir. Chunki ba'zida biz kichik deb bilgan biror holat katta muammolarga olib kelishi mumkin. Istisnolar. Ba'zi holatlarda bu 10 kunlik qoida sizga taalluqli bo'lmasligi mumkin. Masalan, agar siz qisqa muddatli norasmiy ishlarga jalb qilingan bo'lsangiz va bu ishdan olingan daromad rasman hech qayerda ko'rsatilmasa, bu haqda xabar berish majburiyati ancha murakkab masala bo'lishi mumkin. Biroq men sizga tavsiya qilardimki, har qanday shubhali holatda pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, aniqlik kiritishdan erinmang. Chunki norasmiy ishlarda ham ma'lumotlar qandaydir yo'llar bilan pensiya jamg'armasiga yetib borishi mumkin. Va siz bundan bexabar qolib, keyinchalik muammoga duch kelishingiz mumkin. Shuningdek, agar siz shunchaki turizm maqsadida qisqa muddatga xorijga chiqib kelsangiz, bu haqda xabar berishingiz shart emas. Chunki bu sizning doimiy yashash joyingizni o'zgartirmaydi va nafaqa olish huquqingizga ta'sir qilmaydi. Lekin agar siz doimiy yashash uchun xorijga chiqib ketmoqchi bo'lsangiz yoki uzoq muddatga, masalan, 6 oydan ortiq mamlakatdan tashqarida bo'lsangiz, bu haqda pensiya jamg'armasiga xabar berishingiz kerak bo'ladi. Sababi, ba'zi turdagi nafaqalar faqat O'zbekiston Respublikasi hududida doimiy yashovchi fuqarolarga to'lanadi. Bu qoidaga beparvolik qilsangiz nafaqangiz to'xtatilib, qaytib kelganingizda uni tiklash uchun
anchagina sarsongarchiliklarga duch kelishingiz mumkin. Yashirin xavflar pitfalls. Eng katta xavf bu ortiqcha to'langan nafaqalar. Ko'pchilik pensiya jamg'armasi baribir bilmaydi-ku deb o'ylaydi. Ammo hozirgi kunda idoralara ma'lumot almashinuv tizimlari juda yaxshi yo'lga qo'yilgan. Pensiya jamg'armasi bir necha oydan keyin sizning ishga kirganingiz, yashash joyingizni o'zgartirganingiz yoki oilaviy holatingizdagi o'zgarishni aniqlashi mumkin. Keyin sizga butun ortiqcha to'langan summani qaytarish majburiyati yuklanadi. Bu esa minglab, hatto millionlab so'm bo'lishi mumkin. Misol uchun, agar siz 3 oy davomida har oy 20 ming so'm ortiqcha nafaqa olgan bo'lsangiz, sizdan birdaniga 30 ming so'm qaytarish talab qilinadi. Bu nafaqaxo'rning byudjetiga jiddiy zarba bo'ladi. Bundan tashqari, ortiqcha to'lovni qaytarishdan bosh tortsangiz, pensiya jamg'armasi sudga murojaat qilish huquqiga ega. Bu esa sud xarajatlari, ijro ishi va hatto mol-mulkingizga nisbatan cheklovlar qo'yilishiga olib kelishi mumkin. Hech kim bunday vaziyatga tushishni xohlamaydi. Shunday emasmi? Shu bois kichik bir o'zgarishni yashirishga urinish kelajakda katta muammolarga sabab bo'lishi mumkinligini yodda tuting. Noaniq jihatlar unobvis nuansi dedi. Muddatning boshlanishi 10 kunlik muddat hodisa yuzaga kelgan kundan boshlab hisoblanadi. Siz bu haqda bilgan kuningizdan emas, yoki u rasman boshqa joyda qayd etilgan kundan emas. Masalan, agar siz 1000 sentabrda ishga kirsangiz, 10 kunlik muddat yil sentabrdan boshlanadi. Siz 5 sentabrda shartnomani qo'lga kiritgan kuningizda emas. Bu juda muhim tafsilot. Kim xabar berish kerak? O'zgarish haqida nafaqaxo'rning shaxsan o'zi yoki uning qonuniy vakili ishonchma asosida xabar berishi lozim. Bu jarayonda har qanday uchinchi shaxsning ishtiroki qonuniy kuchga ega bo'lmasligi mumkin. Hujjatli tasdiq. Har doim sizning arizangiz qabul qilinganligi haqida hujjatli tasdiq oling. Bu kelajakda men xabar bergandim degan da'vongizni isbotlash uchun yagona kafolatdir. Arizaning ikkinchi nusxasida pensiya jamg'armasi xodimining imzosi, sanasi va muhrning bo'lishi shart. DAT raqamli xizmatlar. O'zbekistonda davlat xizmatlari markazlari va yagona interaktiv davlat xizmatlari portali MyPKXov orqali ko'plab xizmatlarni olish mumkin. Ba'zi turdagi o'zgarishlar haqida onlayn xabar berish imkoniyati ham mavjud bo'lishi mumkin. Bu sizning vaqtingizni tejaydi. Ammo baribir hujjatlarni to'g'ri yuklash va elektron imzo kabi texnik jihatlarga e'tibor berish lozim. 5. Nafaqani qayta hisoblash. Har doim ham o'zgarish haqida xabar berish nafaqaning kamayishiga olib kelmaydi. Ba'zida, masalan, ishdan bo'shaganingizda avval ishlayotganligingiz sababli kamaytirilgan nafaqangiz to'liq miqdorda qayta tiklanishi mumkin. Shuning uchun ham o'z vaqtida xabar berish sizning manfaatingizga xizmat qiladi. Praktik tavsiyalar. What the viewer should do xo'sh, nima qilish kerak? Qanday qilib bu muammolardan qochish mumkin va 10 kunlik muddat ichida barcha kerakli ishlarni qanday amalga oshirish mumkin? Bu juda sodda va tushunarli amallar ketma-ketligini talab qiladi. Birinchi qadam. Ma'lumotni to'plash va holatni aniqlash. Avvalo o'z hayotingizdagi har qanday o'zgarishni diqqat bilan kuzatib boring. Agar yuqorida sanab o'tilgan holatlardan biri sizda yuzaga kelsa, ishga kirish-chiqish, yashash joyini o'zgartirish, oilaviy holatdagi o'zgarishlar va boshqalar, zudlik bilan kerakli ma'lumotlarni to'plang. Sababini va uning sizning nafaqangizga qanday ta'sir qilishi mumkinligini tushunib oling. Shuningdek, bu o'zgarishlarni tasdiqlovchi hujjatlarni tayyorlab qo'ying. Ikkinchi qadam, pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilish. Eng yaxshi ishonchli variant bu sizning yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga shaxsan borish. Agarda sizda bir nechta yashash manzillari mavjud bo'lsa, nafaqangiz rasmiy ro'yxatdan o'tgan bo'limga murojaat qiling. Bu yerda sizga mutaxassislar to'g'ri yo'l yo'riq ko'rsatadi. Manzilini bilmaydiganlar uchun davlat xizmatlari markazlari orqali yoki pensiya jamg'armasining rasmiy veb-sayti orqali ham ma'lumot olish mumkin. Ularning ishonch telefonlariga qo'ng'iroq qilib aniqlik kiritishingiz ham mumkin. Uchinchi qadam. Qanday hujjatlar kerak bo'ladi? O'zgarish turiga qarab hujjatlar ro'yxati farq qiladi. Shu sababli pensiya jamg'armasiga borishdan oldin kerakli hujjatlar ro'yxatini aniqlashtirish maqsadga muvofiqdir. Misol uchun, ishga kirgan bo'lsangiz, mehnat daftarchasi nusxasi yoki elektron shakli, mehnat shartnomasi nusxasi, ish joyidan berilgan ma'lumotnoma, ishga qabul qilingan sana va lavozim ko'rsatilgan holda, yashash joyingiz o'zgargan bo'lsa, pasport
yangi ro'yxatga olish joyi haqidagi ma'lumotlar bilan. Bu odatda pasportdagi tegishli shtamp bilan tasdiqlanadi. Bo'g'uvchisini yo'qotganlik nafaqasi oluvchilar uchun bolaning holatidagi o'zgarishlar. Bolaning pasporti nusxasi agar voyaga yetgan bo'lsa, nikoh guvohnomasi nusxasi agar turmushga chiqqan bo'lsa, ishga kirganligi haqidagi ma'lumotnoma agar ishga joylashgan bo'lsa yoki o'qishni tamomlaganligi haqidagi hujjat. Nogironlik guruhi o'zgarganda tibbiy ijtimoiy ekspertiza komissiyasi TMK xulosasining yangi nusxasi. Har doim asal nusxalarini va ularning nusxalarini o'zingiz bilan olib boring. Nusxalar pensiya jamg'armasida qolishi, aslar esa tasdiqlash uchun ko'rsatiladi. 4-qadam arizani to'g'ri yozish va ro'yxatdan o'tkazish. Pensiya jamg'armasi xodimiga o'zgarish haqida to'liq va aniq ma'lumot berib, belgilangan shakldagi arizani to'ldiring. Arizada o'zgarishning sanasi, turi va unga tegishli barcha ma'lumotlarni aniq ko'rsating. Arizaning 2-nusxasida qabul qilinganligi haqida belgi qo'yishni so'rang. Bu belgi kirish raqami. Sana va mas'ul xodimning imzosi bilan tasdiqlanishi kerak. Bu sizning yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolardan himoyangizdir. 5-qadam onlayn xizmatlardan foydalanish imkoniyatini ko'rib chiqish. Ayrim hududlarda va ba'zi turdagi o'zgarishlar uchun davlat xizmatlari markazlari orqali yoki yagona interaktiv davlat xizmatlari portali myPOK.gov.uz orqali onlayn ariza topshirish imkoniyati ham mavjud bo'lishi mumkin. Bu usul sizning vaqtingizni tejaydi va navbatda turishdan xalos qiladi. Biroq onlayn arizani topshirishda hujjatlarni to'g'ri skanerlash yoki suratga olish, elektron imzo agar mavjud bo'lsa kabi texnik jihatlarga e'tibor berish lozim. Arizaning elektron nusxasi yoki uning qabul qilinganligi haqidagi tasdiqnomani saqlab qo'yishni unutmang. Har doim shubhalanganingizda pensiya jamg'armasining ishonch telefoniga qo'ng'iroq qiling yoki mutaxassis bilan maslahatlashing. Yodingizda bo'lsin, oldindan ogohlantirish har qanday muammodan yaxshiroqdir. Vaqtida berilgan kichik bir ma'lumot sizni kelajakda katta moliyaviy va ruhiy muammolardan xalos qilishi mumkin. Conclusion end, final hook aziz do'stlar. Umid qilamanki, bugungi videomiz siz uchun juda foydali bo'ldi va siz ushbu muhim ma'lumotlarning ahamiyatini anglab yetdingiz. 10 kunlik muddat qisqa tuyulishi mumkin. Ammo bu sizning huquqlaringiz va moliyaviy barqarorligingizni himoya qilish uchun joriy etilgan juda muhim qoida ekanligini yodda tuting. O'zgarishlar haqida o'z vaqtida xabar berish bu sizning vazifangiz va mas'uliyatingiz. Shuningdek, kelajakdagi noxush vaziyatlardan o'zingizni asrashning yagona yo'lidir. O'zgarishlardan xabardor bo'ling, hayotingizdagi yangiliklarga e'tibor bering va har qanday savolingiz bo'lsa, pensiya jamg'armasi mutaxassislariga murojaat qilishdan tortinmang. Bu sizni ko'plab bosh og'riqlardan xalos qiladi, sizning nafaqangizni himoya qiladi va sizga tinchlik bag'ishlaydi. Sizning bu boradagi fikrlaringiz va tajribangizni izohlarda kutib qolaman. Balki siz ham shunday vaziyatga tushganmisiz va o'z tajribangiz bilan bo'lishishni istarsiz? Izoh qoldiring. Ushbu videoga like bosing va albatta kanalimizga obuna bo'ling. Toki biz birgalikda foydali ma'lumotlarni tarqatishda davom etaylik va ko'proq insonlarga yordam bera olaylik. E'tiboringiz uchun rahmat.